Assalomu alaykum hurmatli aziz kanalimiz obunachilari. Sizlarga bugun Vladivostokdagi Nebuta rayonidagi yaponskiy mashinalar, ya'ni avtoolam sizlarga ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Ya'ni eski mashinalarni, ya'ni yaponskiy mashinalarni yiqqan yerdan boshladik. 900 rubl ekan. Короче, 9 rubl to'ladim. Bilet narxi 2 kishiga 1800 so'm deyman. Igor degan bola qabul qilib olar ekan. Bu nomi qanaqadir, mashina yaponskida. Qarash. Faralar uni вообще boshqacha fara ekan. Honda'niki ekan. Shapkalar qo'yib qo'yishibdi, lekin вообще низкий. Nima desam ekan? Yarim metr. Музей у нас часто делаем все своими руками. У нас представлены различные машины, на каждой из них есть табличка с информацией о ней. Походите, посмотрите, пофотографируйте, почитаете. Если какие-то вдруг вопросы, обращайтесь ко мне. Меня зовут Егор. Самое главное, пожалуйста, машину руками не трогайте, двери не открывайте, то не залезайте, не облокачивайте, не прикнется. Aytyapti. Qo'l bilan tegilmas kerak ekan. Ochmas kerak ekan. Bu gazmi bu? Volgani, u bilin. Volga juda ham ana pastku bu. Baland bo'lardi Volga. Gaz 24 Volga 1967-yil sedan. Одно поколение, первая серия. Sidinalar urilibdi anchayin. Bu mashinasi qanaqa mashina ekan? Faralari. Neobichin fara ekan. Zashnik ekan bu. Hokazaki Takoyoke Kosoki. Yaponiyada, ha? Tablichkasi oldinda yozilgan bo'lar ekan. Ganji Musimgar Vladivostok. Instagramlar ekan bu. Subaru ekan, Subaru. Mana shuncha mashina bor. Bir tanishib chiqamiz. Gaz M20 Победа 1947-yil sedan. Oho. Buni simlari chiqib ketdi. Turgan yerda buni. Sidinalar. Bu nima? Rochnikmikan u? Победа degan mashina ekan. Bu qanaqa ekan bu? Qandaydir hammasi pastda. Chevrolet Deluxe 1951-yil. Ikkinchi pokoleniya. Bu Chevrolet, bu amerikanskiy bu. Brend Amerika Chevrolet. Porsche. Ford Mustang 1965-yil. Первое поколение.
Пожалуйста, не трогайте. Хорошо. Ustam. Bu nima ekan? Core wire. Bamperlar qandaydir qayrilgan ekan. Squruvchi avtomat ekan teparag'i. Ko'rinayotgan bo'lsa. Yoqilg'isini shundan qo'yaman ekan buni. Chevrolet Corvair 1965 yil Cabriolet usti ochilgan bu. Ikkinchi pokoleniya bilan bu ochilganda. Bitta eshigi ham lekin Samarqand darvozada ekanda o'zi ham. Jiguli 06. Hozir bunga navbat keladi. Endi bu 06, mana bu Gaz 24, mana bu Победа. Menimcha ruslarniki. Победа ruslarniki bo'lsa, конечно, ruslarniki 1947-yil urush tugagandan keyin urush chiqargan bo'lsa kerak. Vaz 2106 1975-yil. Xo'p, bu ustlari ochiq, panoramalar bor ekan. Buni nima qilgan buni? Вообще bir qarish ham chiqmaydi. Boyagi Honda'ning orqasi. Блин, spoileri. Nima bo'la bu motor orqadami? Juda bir nima deysam ekan. Необычный ekan orqasi. Men bu yerdan ochilgan. Lekin motor shu orqada ekanda mana. Aytdim buni ham unaqa dedim. Olti nimasi bor ekan? Bagajmi oltida? Spoiler вообще четко ekanda. Dahshat spoiler ekan. Xo'p, Jiguga kelib qolibmidik. Jiguda davom ettiramiz. Jiguli 06. Buni ustidan qirqib panorama qilibdi. Diskalari o'zi yig'il ekan. Menimcha 40 tayyorlagan bo'lsa kerak, или zavodskiy ekan. Xo'p, mana keyingisi Badle Cadillac ekan, Cadillac ekan. Cadillacni menimcha eng birinchi chiqqanlari bo'lsa kerak. Hozir Cadillac вообще baquvvat uzun mashina, lekin birinchi chiqqanlari o'xshamaydi, вообще boshqacha bu. Lekin oldi вообще 50. Menimcha 1,5 ta Jiguli yo'q. 1,5 ta Jigulini kengligicha keng ekan. Xo'p, buni antennalari bu yerdan chiqayotganda buni elektronni gulishtirib ham bu yerga ketgan ekan. Diskalari необычный diska, nikel. Вообще nikel xrom. Cho'tki chiqqan ekan, bu yerda ham gulishtirib bor ekan. Xo'p, Cadillac DLV 1960-yil sedan 4-pokoleniya. Oho. Cadillac. Короче, ikkita eshigini ham oynasi полностью tushgan. Mana bu stoyka bo'lar, stoyka yo'q. Orqadagi muzika sentrlar normalniy kolonkalar qo'yilgan o'xshaydi. Bular qachon endi chiqib xizmat ko'rsatadi yoki muzeyda o'tib ketami?
menimcha chiqadi-yu. 9-mayga paradlarga chiqadi bu menimcha. Ko'rgandekman-da. Xo'p, buni orqasidan bitta obzorcha qilaylik endi. Kuver, Cadillac. Orqasi ham вообще keng ekanda. Stop liniyalar. Samolyotda qanotdagi stop liniyalarga o'xshaydi. Xo'p, endi mana bu Skeleni degan mashinamiz. Bu kinolarda ko'p ko'rganmiz. Buni yana bir boshqacha turi bor. Shu turiga o'xshab ketar ekan. Uni ham degan tumaloqcha tormoz faralari bo'lardi. Boshqa turi bo'lsa kerak bu. Xo'p, mana Honda 200 S200. Farasi zo'r ekan lekin. Xo'p, senga navbat keladi hozir Toyota Cresta X90 4-pokoleniya. Hozir mana ikki sariq bilan oqni obzorcha qilib stop starti yo'q, avaringasi rushnikda oldi ekan. Bir eshikli tipa Cabriolet. Короче, sportda. Honda Sport. Lekin oldi keng. Motori ham bir katta motorga o'xshaydi-da. Xo'p, Honda S200 1999-yil открытый кузов, первое поколение. Avval nakleykalarda chiqardi. Xuddi shunga o'xshagan. Faqat nakleykalarda ko'rganmiz buni. Men hayotda realni ko'rib turibmiz. Diskalari shokoladli diska. Mana bu Skeleni nimada oti ham bir allambol ekan-a buni. Diskalari Nissan Skeleni GMTR 1991-yil 8-pokoleniya R32. Endi ruscha, o'zbekcha aralashtirib ketyapman. Hozir hamma o'zi ruscha bilib qoldi endi. Bemalol mototsiklga navbat. O'zi xas shu yerdan havo olsa kerak-da. Umidi amerikanskiy Harold Davidsonmi? Yani bir boshqa aytadigan turi bor. Harold Davidsonmi ekanmi? Shunaqa ekanda. Xo'p. Bolalar cho'tka ekanda. Hamma yer nikl ekan lekin. Motorlarni вообще cho'tka qilib qo'yibdi. Yo'q, artib tozalab. Bir 120 ko'targan skorost. Bu menimcha avtomobil kerak bo'lmayapti. Masalan, datchiklari shu yerdami ekan? Shu yerda ekanda. Xo'p, men narkriyatdan boshlab kelaylik. Keyin bu riyatlarda men bu turgan hamma mashinani birma-bir obzor qilib o'tamiz. Hozir devorni tagidan boshlagandik. Devor tagidan takansa tugatamiz. Xo'p, buni aytib o'tgandik. Toyota Cresta X90 4-pokoleniya ekan, sedan. Yo'q, artib tozalab qo'yganda endi bularni vaqtida. Короче, meni rosa chopgan. Ya'ni endi muzeyga kelgan. Yaponiya bilasizlar, avval Yaponiya вообще slobodno edi, olib kirish, ya'ni juda ham o'zingiz bor bemalol sotib olib, hozir olib kelsangiz bo'lardi. O'ris tanishim aytgan edi. Avval oson edi. Borasan, sotib olasan, olib kelasan, ozgina rastamoshkani to'lab olib kirasan. Hozir nima bola urush bo'lib ketdi bu yog'i.
hozir olib kirishlar qiyin bo'ldi. Faqat через boshqa masalan Xitoyga, Koreyaga o'tkazib olib kelyapti. Prema kelmay qo'ydi. Avval prema kelardi. Xo'p, keyingi mashinamiz faralari bu endi ichkariga kirib ketsa kerak-da bunday. Bu nimasi ekan bu? Yo, tiqib qo'yarmikan? Toyota Sprinter Torino 1983 hatchback 4-pokoleniya AE86 83-yildan 87-yilgacha chiqarilgan ekan. Sidinalari bu sportga qatnashganmi deyman, bu ichki karkaslari bor, ramalari. Narki qo'shni o'tiradigan yerda yo'q sidinasi. Solis. Yaponskiy shini ekanmi? Kumoho. Yani yaponskiy. Diskalarini ham bichni ekanda uni. Xo'p, orqa ko'rinish. Xo'p. Robcar Motors. Bu ham Cabriolet ekan. Mitsubishi Eclipse 1994-yil, 2-pokoleniya. 94dan 99-yilgacha chiqqan ekan. Bu endi orqasi kelsa kerak-da, u spoilerlarga qarang, spoilerlarga yarashgan. Diskasi qanaqadir qizil kelganda yarasharmidi, shokolad bilan qo'yib qo'yishibdi. Bu rad deganda. Toyota Tres. Xo'p, avtomat коробка ekan. Rolo narki tarafda ekan, lekin bu spoilerlar. Dahshat spoiler ekanda, lekin agar o'zimizda qo'ysa, shunga ham qayta jihozi normal pul olsa kerak. Men bu yerga switchdan qo'yib kechasi yoqib yursa, как samolyotdek bo'ladi-da bu. Orqa ko'rinishlari. O'tman bilan chiqadi, endi suyopilar yomg'ir yog'ib qolsa. Xo'p, bu xafa bo'lib qolibdi-yu bu. Svitlar, yo'q, o'zi fason shunaqa ekanda, yomg'ir qanday tushmaymi ekan, mana u shapkachasi bor ekan mana. Gadzini degan bu muzey ekanda. Yarimi qirqib olib qo'yishdi-yu, uni qayerga ketgan bu yarimi? Xo'p, bu mexanik ekan. Ko'rinishlari, antennalari qandaydir вообще boshqacharoq. Men ko'rinayotgan bo'lsa. Balonlari oddiy. Gulishtirib, bu nima ichiga bu hali yoqamikan, bu ikkita gulishtir. Bittasi havo kirib, bittasi tutun chiqarmagan. Faralari. Usti qandaydir qirqib tashlabdi yarim. Zavodskiy, lekin qandaydir ichkaridan chiqsa kerak endi stiklosa buni. Bu yerdan qanday yopilar ekan bu yerdan? Bu mana bu yonida ko'tarilib kelib, bu yerga tushar ekan. Xo'p. Nissan Exa 1986-yil, 2-pokoleniya. 86dan 90-yilgacha chiqqan ekan. Nissan Exa ekanda bu. Xo'p. Shu qatori mototsikllarni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Honda. Lekin bular bir ketsa ketadi-da. Bu 1-2 deganda o'zi Toshkentdan menimcha Jizzaxga ketib oladi bular.
skorost tezligi qayerda ekan bu elektron ekan ichkarida. Rulchasi вообще uzoqda ekan bu yotib olmaydi ekanda buni. Yotib olmaydi ekanda buni. Xo'p. Bu qanaqasi ekan endi? Konditsioner sovuq chiqaradi, issiq chiqarish o'rniga. Bu seni sovutib turibdi-da bularni havosi almashtirib. Nomi nima ekan bu mototsiklni? Faralari 2 talik ekan. Xo'p, men bu chiroyli ekanda lekin Honda. Faralar 2 yonga. 2 yonda ekan. Endi yaponskida bular. Bular endi qayerdaki ekan bular? Menimcha hech qayerda yozilganini topa olmayapmiz. Qaysi millatga tegishlisan? Bir 140 gacha ko'tarar ekan. Bilmadim qanaqa nomini. Bugatti Le Beleza. Bugatti Japan. Bu sarig'i. Men bu boshqacha ekan. Men bu endi modniyroq, zamonaviyroq ekan bu. Bugatti bulam Bugatti. Assalomu alaykum. Qanday charchamayapsizmi? Bu охранник. Sigaretchasi qo'lida. Охранник qilib turibdi. Lekin chiroyli ekanda bu. Вообще. Mini jipchalar ham bor-ku bu yerda. Savannada. Bu cho'llarda minadigan ekanda bu. Mototsikl ko'rinishi bu velosipedlar bo'ladi, amortizator o'rtasida. Yangi chiqqan. Nima bo'lsa eski temir ha? Qandaydir remont qiladigan texnik ekan. Shunaqa plakatlar. Xo'p, endi men bunga keldi vaqtimiz. Navbatimiz Nissan Fairlander S 1983 yil 3-pokoleniya ekan. Z31. Buni ancha xarob bo'libdi-da bu. Taklari chirib ham ketibdi bu. Diskalar har xil. Короче, buni ham farasi bo'yaki faralardan ekan. Ichga kirib ketsa kerak endi. Orqa diskalari mana ujudan chiqib ketdi. Antikvar retro nima deydi? Bu yerda o'zi aslomiy hammasi yaponskiy ekanda. Yapon modellari. Maniki. Nima ekan bu? Rotak debdimi? Turg'un faralari 300 ZX. Antenasi ham chiqsa kerak endi. Diskalar. Bu ustilari yopiladigan narsalar qayerdan chiqargan bo'lgan? Orqadan desa, orqada уже loboy. Yop qo'yishdimi deyman. Buni faqat yozning kuni minadigan turidanmikan deyman. Bu allambalo nima ekan bu? Joylashgan ikki tarafda. Boyagi
dvorlikda o'ynartadiganda svit yoqadi yo'q o'ynartadigani o'ynartadigan u tarafda ekan svitlar yoqadi. Endi bu mexanikami avtomat korobkamikan tushunib bo'lmaydi. Kichkina skorochakchasi sidinachalari ancha urilib kirib bo'libdi. Rosa chopganga o'xshaydi-da. Chop yugurib kelgan shu yergacha bo'libdi buni. Ismi nima ekan bu janob? Nissan o'qidigan orqasida Nissan Fairley is 89-yil 4-pokoleniya. Xo'p, yana mana bu nima ekan? Birinchi ismidan boshlaylik buni. Bu Nissan 180 SX Restyling 1996-yil 1-pokoleniya ekan. Xo'p, buni ko'rinishlari mana bunday ekan. Mashinaga juda qiziqaman. Nima desam ekan? Mashina joni dilim. Tomosha qilib. Endi Yaponiya baribir avtoolamda Yaponiya o'z o'rni bor. Buni sport kar deyin, sportlarimiz maza qiladi-da, bossa ko'taradi. Bu yakida motorda yani o'tqich ob'yomi вообще moshinada bo'lar-da. Bu yakida nima desam ekan? Avtomat korobka tezlashishi juda tez. Xo'p, men bu skorochak ekan. Ana bu kichkinachasi. Mana bu rushnoy bo'lsa kerak, men tortadi. Aylan drift qiladi-da, bular bilan. Men karkaslari bor ichida hammasi. Как положено. Sport karlarda. 180 X deb yozib qo'yibdi. Endi bular ro'yxatda tursa kerak-da, hammasini mashina go'st nomerlari bor. Bu mototsiklimiz ham orada qolib ketmasin. Afrika Win debdi. Xo'p, endi Toyota MR2 1997-yil 2-pokoleniya W20 20. Ha? Buni ko'zlari boshqacha ekan-a? Tipa ko'z yonib turadi dedi-ku, shunga o'xshaygan-da. Men buni ham ko'z yonib turadi. Narxlar qandaydir xafa bo'lib turar ekan, boya tepada shapkachasi bor. Mexanik ekan menimcha bular. Motor orqada bo'lsa kerak, 100% orqada, chunki воздушный sistema bu reshetkalari ko'rinib turibdi. Orqada gulishtirlar. Xor ketdi bular gaz bosganda. Ikkita eshikli ekan. Xo'p, endi spoilerni temasi bari boshqachada. Spoilerdan qanotda bu qanot. Bu nom nima ekan endi? Gulishtirlarni. Men hayronmanda, ko'p endi qizlar minsa shunaqa kolsa qo'yib qo'yadi orqasida yoki o'g'il bolalar qo'ysa ko'rinyaptimi kolsa. Keyin mana boshqacha komand o'g'il ko'rsatib qo'yadi. Şimdi o'g'il bola qiziga qarab ajratamikan mashinani shofyorini, rolda kimligini bilarmikan? Ayiqchani qo'yib qo'yishdi. Nissan Onway degan ekan, Nissan Onway. Buni ham farasi bu yerga kirib chiqadi-da bular. Shundoq kirib ketadi, shundoq yana chiqadi. Nissan 1900
65-yil. Birinchi pokoleniya. Diskalari boshqacha disk ekan, lekin bu cho'ta sveji turibdi bu. Nissan. Не трогать, пожалуйста, har doimgidek. Lekin sveji saqlabdi bu. Salonlari ham cho'tka bo'lib turibdi. Silvia. Men bu yerdan ocharkan endi. Shu yerdan ochib benzin quysa kerak-da. Men bu yerda turardi. Orqasi faqat bolasi qilganda. Orqasiga bolangiz qo'yib qo'ysangiz bo'lar ekan rolda. Rollar вообще katta ekanda. Mexanik ekan. Buni qanday xuddi как sportga o'xshagan tonavlari bor, nima edi? Ruchkalari bor. Eshiklari ikkita eshik. Xo'p, endi bu janob Nissan Scalini boyagi aytdim-ku. Mana bu yerda Nissan bor edi, mana to'g'ri oq ko'rinib turgan. Shuni oilasidan bu. Nissan Scalini 1970-yil 3-pokoleniya ekan. Diskalar ko'rinishi damni qo'yib yuboribdi ozgina oldini. Lekin sidinalari cho'tka saqlangan ekan, rollar mexanika kirov, mexanik ekan. Uzatma qismi mexanik ekan. Scalini. Bu orqasi lekin bunday chiroyli emas ekan. Xo'p, buning ismi nima ekan? Nissan Sunny Restyling 1978-yil 2-pokoleniya. Rollari Japan. Bu pick-up deymi? Yuk ortadi bunga. Короче, bizlar qishloqda bo'lsa o'xshab to'ldirib mayiz ortardik-da yoki bug'doy. Kartoshka, sabzi degandek. Bolalar qandaydir дополнительно qo'yib chiqargan приставка bilan. Buni ko'rib o'tdik. Buni ko'rdik. Xo'p, bu nima ekan? Ismlari Datsun 1979-yil 728-pokoleniya Datsun. Lekin kuzov rosa charchab diskas. Qandaydir boyagi Mercedes'ni emblemasini boshqacha qo'yilgan. Datsun 1980-yil. Yozib qo'yibdi eshiklariga. Xo'p. Yo'q, mexanik ekan. Ko'rinishi, lekin anchayin urilibdi bu. Mehnat qilgan, pensiyaga chiqib kelgan. O Karpatiymi? Nomi Karpatiy, mototsiklchani ortib qo'yibdi. Bu yerda bo'lgan bo'lsa kerak qandaydir krelolar chirib tushib qolgan o'xshaydi. Buni ustiga yuk ortsak, yukni yarmidan ko'p tushib ketadi, ikkiga bo'linib. Pick-upda bo'laman endi. Istabshet 1980-yil Honda. Bular Honda kompaniya. Hamma petchi. Shlemlari ham bor. Datsun. Pensiyaga chiqib qolibdi ju. Bu nima bo'l apparat? Xo'p, endi keyingi navbatimiz Nissan Silvia 1979-yil 3-pokoleniya.
Bundan ko'rgandik, boshqacha rangidan ko'rganmidik Silviani. Oqini ko'rdik u, yo'q, bu boshqamikan? Nissan Silvia 1979-yil ishlab chiqarilgan. Endi Yaponiyada bular. Diskalari, ichki salon ko'rinishlari, koordinatsiya endi bular sportsmen bo'lib qatnashganda avtodromlarda. Lekin orqasini ko'ra olmaykanmiz, sababi mana bu Daihatsu Rocky 1990-yil birinchi pokoleniya qoplab qolgan ekan. Buni ham endi shu qatori bitta video obzor qilib ketamiz. Faralari, bamperlari ballon shirok ekanda. Tak. Sizlarga shu qator aytib ketay, juma kuni, shanba kuni, yakshanba kuni ishlaykan. Gaijin degan, ya'ni yaponskiy avto olam muzeyi. Ana endi bu nima deb o'ylaysizlar? Damas'ni ota bobosimikan bu? Nima bola? Mitsubishi Mini Cup 1984-yil minivan 4-pokoleniya ekan. Oldi ko'rinishi. Endi nomerchalar shunday bo'lsa kerak-da, Yaponiyada sap-sariq. Balonlari, yana ochilib yopilishlari, rulchasi, Damas'chaning tog'achasi ekanda bu. Orqa sidinalari, yukxonalari. Instagram chizib ketdi-yu, kimdir o'zini. Uyushtirib ham bu yerdan chiqar ekan. Xo'p. Bu yerda nima bu? Bochkani nima deyin, Japon yog' almashtirami deyman, shu yerda ular yurmasa ham. Xo'p, men bular tushuntiryapti endi. Yaxshi ko'rgan qiziga yaxshi ko'rgan mashinalarni aytib o'tyapti. Panda. Xo'p, Nissan Exa 1985-yil первое pokoleniya. Oldi spoilerlar bor-ku, endi ko'tarilib tushish ekanda. Havoni qirqadigan. Buni faralari ham bu yoqqa ichga kirib ketadigan Nissan. Bu endi janob nima ekan bu? Xo'roz rasmi bor. Bu yoqqa 30 rollarga o'xshab ketadi. Buni ismi endi Toyota Century 1997-yil 2-pokoleniya. Ichkari kirib video qilsak maylimi deb so'raganda, xo'p dedi, faqat mashinaga tegma dedi. Mexanik kirib kelgan bu yoqqa dechik. Endi rivojlanishga o'tayotgan vaqtlari ishlab chiqarilgan mashina ekanda. Diskalar qo'yib qo'yibdi, har xil diskalar. Yumshoq o'rindiqlar, endi charchab qolsa o'tirib ozgina dam olib ko'rsa kerak-da. Qo'yib qo'yishibdi. Pardalari bor ekan. Parda qo'yib qo'yishibdi. Eshiklari. Lekin xayolimga mehkiga o'xshab ko'rinyapti-da, mehki mashinaga o'xshab. Xo'p, endi bunga keladigan bo'lsak, GT-Wingam 16. Toyota Karin ekan. 1980. Men bilan teng ekanda bu. Men tug'ilgan yili bilan tug'ilgan ekan. 1989 2-pokoleniya T180. Это другой тема. Значит,
Hop, podlagoliklar bo'lgan ekan. 1989-yil ishlab chiqarilgan mashinalarda podlagon, ya'ni orqada o'tirgan orqa passajirlarga ham qo'l qo'yadigan. Qarang, yaponlar qanchalik darajada hozirgi vaqtda endi bilmadim, qanchalik o'tib ketgan mashina ishlab chiqarish bo'yicha. Avtomat коробка ekan. Orqa ko'rinishlari. Endi Honda bilan Honda kompaniyasining ekan RS Honda Matic debdi. Hop, bu janobning ism familiyalari nima ekan? Faralariga turli setkalar qo'yib qo'yibdi. RS, endi RS ham bir ma'nolarni anglatadi, endi buni internetga kirib ko'rish kerak-da. Honda Civic. Honda Civic'ni hozir chiqqanlari, oho. Вообще boshqacha-ku. Короче, Honda Civic'larda ota bobosi. 1978-yil birinchi pokoleniyasi. Civic'larda birinchi chiqqan davri mana shu ekan. Bir qishloqdoshimiz Honda Civic oldi. Вообще chiroyli mashina edi. Mana shu ekanda. Xo'p, navbat bunga. Ko'rinishlari, ya'ni yonbosh ko'rinishlari hozir ismini aytib o'tamiz. Nomerlari krutoy-ku, 3-7 Moskvskiy nomerga o'xshagan. Xo'p, Toyota Corolla. Ikkinchi restyling, 1978-yil sedan, 3-pokoleniya. Lekin yaxshi saqlashibdi yoki boyagi kapitalniy remontdan chiqqanda. Kraska qilib, shpakovka qilib, tipa endi pensiyaga chiqdim, muzeyda o'tir deb o'qib qo'yishganda. Ichki ko'rinishlari yaxshilab cho'tki qilib, sidinlar yuvib, pishib kelardi. Qo'yib qo'yish mexanik ekan. Orqa ko'rinishlari. Xo'p, endi bunga keldi. Toyota Mark II, buni ko'plar bilsa kerak. Bular nima deydi? Sportivniy. 1992-yil 7-pokoleniya ekan, X90 ekan. Mark II'lar bular. Diskalari. Yujniy Saxalinda ko'rgandim bularni. Birinchi endi Rossiyaga Yujniy Saxalinga chiqqan. O'shada bu yoqqa rus bolalari drift qilardi, mana shu Mark II'da. Sidinalari yaxshi saqlangan ekan. Avtomat коробка. Ikki eshikli. Panoramasi bor. Lekin вообще cho'tki qilib qo'yishibdi-da. Turist buni yana boshqa turlari bor Markda. Orqa faralar o'zgarganligi bor, chiqib qolsa kerak. Yana ham ko'ramiz. Xo'p, bu nima ekan? Orqasi уже ko'rib bo'lmaydi. Buni ko'rib o'tdik bo'ya. Xo'p, ichki salonlari, davleniyalarini chiqarib qo'yibdi. 3 ta kabel chiqqan, nima bo'lsa endi bu. Mexanika ekan. Podnagolklari bor buni ham. Ya'ni qo'l qo'yadigan orqa passajir. Xo'p, hozir ko'raylik, nomi nima ekan buni? Toyota Mark II 1996-yil. Bu ham shundan emasmi? Ha, bu boshqacha turmi ekan? Toyota Mark II 1996-yil 8-pokoleniya X100 ekan bu. Bu-chi? Ha, X100. Bu X90. Bu 90, bu 100 ekan. U 1992-yil ishlab chiqarilgan edi bu.
Ha, boshqacha ekan. O'lim 92 yil 7-chi pokoleniyda. Bu 8-chi, bundan keyin bu chiqqan ekan. 96-yil bu. 8-chi pokoleniya X100 ekan bu. Men mana shunisiz ko'rganman, mana shunisini. Saxalinda. Xo'p, keyin mana buni ko'rib o'tamiz. Bu nima ekan nomi? Toyota Mark 2. Yo'q, marklar hammasi bir yerga jam bo'lishibdimi deyman. Grandi. Bu eski turlarga o'xshaydi. Orqa oynalari tushirilgan. Avtomat коробка. Salonlar ochiq, ko'rinmayapti. Xo'p. Toyota Mark 2 1984-yil. Hardtop 5-chi pokoleniya X70. Mana 90, 100, X70 ekan. Oldi ko'rinishi. Muzikasi kerak emasdi, muzika endi bu yoqda avtorskiga tushadi. Toyota Crown. Crown это другой тема. Crown как u bizlar 31larga o'xshab ketardi. Endi o'sha muzikani qaytib o'chirsak bo'ladi. Salon ko'rinishlari. Avtomat коробка. O'sha vaqtlar moda bo'lsa bo'lgandir-da, men bunday nima edi, sidenaga kiydirish qoplamalar. Crown'da endi 1983-yil. Toyota Crown 1983-yil 7-chi pokoleniya S120 ekan endi. Bular endi bu hali zamonaviylashib ketaveradi bu Crown. Men bu yerda boshqacha Crown. Bunaqa belgi toj rasm bo'lsa Crown. Shuni qarab ajratamiz endi. 83-yil. Toyota Crown 1996-yil 10-chi pokoleniya S150. Mana diskalarini lekin buni tayyorlabdi. Chunki mobillar bunaqa chiqmasdi. Bu emblemasida nega unaqa toj rasmi bu yerda Toyota emblemasida Toyota Crown farq qilmaydi-yu, lekin aslida shu tojdan bilardik-da. Yapaloq disk ekan, yotib qolgan, xuddi как будто bir 100 tonna ustiga yuk ortilganda yotib qolganda. Sidinalari, avtomat коробка, podnoguluklari bor. Orqa ko'rinishlari, uyushtirlari ajabtovur ekan-da. Bu janob nima ekan? Cedric Soli. Cedric Soli ekan. Avtomat коробка. Nissan Serdic 1975-yil sedan 4-chi pokoleniya. Nissan. Xo'p, Lexus. Navbat Lexusga keldik. Sport kar ekan u diskalari. Avtomat коробка. Lexus S200 1998-yil sedan 1-chi pokoleniya X10 10-chisi. Lexus. Bu Nissan Silvia 1999-yil 7-chi pokoleniya S15. Nissan Silvia. Emblemalari qandaydir
elektron to'kuradi degandek. Shunaqa ekan. Nissan Silvia 1988 yil 5-pokoleniya S13. Bunisi S15 edi. 5-pokoleniya, bu 5-pokoleniya, bu 7-pokoleniya. Oldi ko'rinishlari. Nima farq qiladi u bilan bu? Boshqacha. Ichki ko'rinishlari. Onasi qayta ekan buni. Pivkani idishini qo'yibdi. Mexanik ekan. Telefonlarda bir ajab to'g'ri qo'ygan ichkariga. Ya'ni eski telefonlardan. Mana bunaqa ko'rinishi edi. Nissan Silvia. Bular Nissan Silvia. Mana. Diskalari. Diskas choyligini. Xo'p, bu nima ekan endi? Nissan Corolla 1991-yil. Sedan 9-pokoleniya E32. Ko'rinishi boshqacha-yu. Menimcha shunaqa bo'lar ekan bu eshik, orqa eshiklari. Avtomat korobka. Orqasi qandaydir figura berib chiqarilgan spoilerlari bor. Короче, mashinani eng ya'ni Yaponiya mashina ota bobolari ekanda bu Mark 2 ni mana yana bir turi. Toyota Sorero. Altdan ko'ramiz. Toyota Sorero 1981-yil, первый pokoleniya. Z10 avlodidan ekan bu. Diskalar. Bu yakada. Trassada yuguradigan diskalardan ekan. Buni endi tilga ta'riflashga til ojiz deydi-ku. Buni ta'riflagancha tilim charchab qoladi. Sababi umuman parafitlari boshqacha ekanda. Bu hamma yeriga bunday qirrali ishlov berilgan. Endi bu yeyman degan turidanmi deyman-da. Toyota Mark 2 1984-yil Hardtop 5-pokoleniya X70 yoki nechilarni ko'rdik. Muzikani ham qo'ya qoldi ular. Diskalari. Men bu yillari вообще bir boshqacha ishlab chiqarildi. Bu endi shamol ketsa kerak-da. Bundan bular mexanik ekan. O sidinalar bu boshqacha panoramasi. Bu orqa ko'rinishlari. Kolonkalarda X-Lip sistem qo'yib qo'yibdi. 4 eshikli. Har xil mashinalarda turlaridan qo'yib o'yinchoqlardan. Xo'p, bu pensionerimiz nechinchi yil nima mashina ekan bu? Nima qilib chiqishgan hayronman. Birinchi marta ko'ryapman bu. Bu yakada kartonda yasab, motor qo'yib ishlab chiqarganman deyman. Panasonic video kameralar eski turlar. Bu nima? Radiatorlar tashqarida. Futbolka, kepka, hammasi stariy yaponskiy.
kolonkalari JBLdan olib qo'yibdi. Yaponskiy mashinalarda nomerlari. Men bularni aytayotgandim-da, osib oladi mashinani orqasiga. Mini traktorchalar. Распродажа машин. Xo'p. Mana shunaqa narsalar bor ekan. Rullar, yaponskiy shinalar, har xil ko'rinishdagi avto o'yinchoqlar. Kepkalar, futbolkalar. Mana bu yerdan kirib kelayotgan kirish qismi. Endi yaponskiy avtomagnitolarda har xil kenvod turlaridan bor ekan. Men bilmayman, bular o'qib almashtirganman har bola qilganda. Novotel. Subaru shudan boshlagandik, endi shudan to'xtatamiz. Mana shundan iborat, hurmatli aziz obunachilar. Ya'ni avtomobil ishqibozlari uchun bo'ldi bu video. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasizlar. Ishlarga omad.